Yunusobod, Bobodehqon mahallada mana shunaqangi 4,5 sotuvda mana shunaqangi uchastkani hozir srochniga arzon narxga berib yuboraman deyaptilar. Pul zararligi uchun eshikdan kiraverishda mana shu yerga ziloniy zona qilgan, daraxtlari ham bor, rosa gap berish mumkin emas. Bu taraf ham ziloniy zona bor. U tarafdan mashina kiradigan 3 ta 4 ta mashinangizni bemalol kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir mana shu yerga 8 ta xona bo'ladi. Kuxni bilan birga hozir ichkaridan obzor qilamiz. Operator vahshiy dahshat qilgan akamiz hozir gilamlarni olib kelganlar, hali to'shashga ulgurmaganlar. Mana shu o'ng qo'limizda kuxni bo'ladi. Kuxni studiya mebellari qilgan, bu yerga darvozaxonaga chiqib ketadigan yo'q degan, bu kommunikatsiya turibdi. Har bitta xonasiga batareyasi bor. Chap qo'limizda saraza kattagina bitta zal bo'ladi, operator. Zona mana shu mebellari yangi remont qilgan, hali hech kim kirib yashamagan bu yerga. Mana shu hol bo'ladi. Holdan ana endi kuxni zal bo'ladi, ana endi общий birinchi etaj sanuzel bo'ladi. Operator bitta ko'rsatasiz. Sanuzelni birinchi etajning o'zida kattalar uchun yotoqxona bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu yerga tashqarida hovlichasiga chiqadigan joyi ham bor. Bu yer yana bitta xona, bu kattalar uchun yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi, bolalar uchun yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. Orqasidan mana shunaqangi joy ham bor. Bir ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda 4 ta xonamiz bor. Yana ikkinchi qavatning o'zini общий sanuzeli bor. Birinchi xonadan boshlaymiz. Operator kattalar uchun yotoqxona desangiz ham bo'ladi. Terezasi bor, batareya bor. Oyoqdagi polni laminat bo'lgan. Mana bu ikkinchi xonasi bo'ladi. Bu zal desalaringiz ham bo'ladi. Juda ham kattagina, katta tereza, batareya va shu gap berish mumkin emas. Bu ikkinchi qavat общий sanuzel bo'ladi. Dushoboy kabina, unitaz raxtini qo'ygan. Bu yerga ikkita bolalarimiz uchun yotoqxona desangiz ham bo'ladi. Konditsioner bor, batareyasi bor. Yangi remont qilgan, hali hech kim yashamagan. Bu ikkinchi xonamiz bo'ladi. Operator juda ham chiroyli aboylar tanlangan. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, bizga pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqa qilinglar. Narxi 380 ming, yana ozgina savdosi ham bor. Bu hovlimizning fasad qismi bo'ladi. Kamida 18 metr deyaptilar akamiz. Kimga agar mana shu hovli qiziq bo'lsa, bizga pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqa qilinglar. Pul zararligi uchun sotyapti. Atak bu narxlarda bu yerdan bunaqa uchastka topish juda ham qiyin.